bitta yangilik birodarlar, asragal tulki moya giyohi mana pishgan payti. Birodarlar, bu nimaga foydaligini bilasizmi? Eshiting bo'lmasa, foydali xususiyatlarini aytib o'taman. Birodarlar, yosh bolalar siyib qo'yadigan yosh bolalarga, qovoq bo'shlarga, erkaklar prostata adenomasiga juda yaxshi yordam beradi. Mana shu tulki moyakdan 7 ta donasini uzib olasiz. Ustidagi po'stlog'ini mundoq qilsangiz ajraladi. Yaxshilab maydalab un qilib 400 gram suvga solib damlaysiz. Bir osh qoshiqini yarim soat deyarli 40 minut damlaysiz. Tayyor bo'lgandan keyin marlidan suzib olib, o'sha suvni bir kun davomida 4-5 ga bo'lib iste'mol qilsangiz, erkaklar prostata adenomasiga juda yaxshi yordam beradi. Erkaklik quvvatini oshiradi, peshob yo'lidagi shamollashlarga, yosh bolalar siyib qo'yadigan bolalarga juda yaxshi yordam beradi. Yosh kattalar va yosh kichkinalar siydik ushlolmaydiganlarga juda yaxshi yordam beradi. Xudo xolasa foydali bo'ladi.